Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Jalilov Islomiddin bo'laman. Yuzimni bir tomoni ishlamasligi oqibatida, falaj bo'lib qolganligi oqibatida o'sha ukamiz Javlonbek tabibning oldiga keldim. Bundan oldin 10 kun nevropatologda lecheniya oldim. Hech qanday bir ta'sir yoki o'zgarish sezilmadi. Ko'zim yopilmas edi, jag'im bir tarafga tortib ketar edi. Shu ko'zdan doim yosh oqish, so'lak oqib ketishlar, so'lak ushlab qololmasliklar, shunaqa alomatlar bor edi. Mana Xudo xolasa kursni yarimiga yetdim. Inshaalloh mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, gapirganda ham nima bo'lmayapti. Xudo xolasa ko'zlarim yumilib yopilishi, qoshlarim ko'tarilishi, yaxshi ishlashi Xudo xolasa bu taraf ishlayapti. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi hozir. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Alhamdulillah, Allohga beada shukrlar aytamiz. Kimlarda mana shunday falajlik yoki nima bo'lsa, mana shu ukamizga kelib murojaat qilishinglarni so'rayman. Gruppadagilarga ham tavsiya berasiz. Gruppadagilarga ham tavsiya qilaman. Xudo xolasa natijalar juda zo'r, inshaalloh yaxshi bo'lib ketasizlar. Sizlar ham menga o'xshab mana Xudo xolasa men yaxshi bo'lyapman. Shuningdek 10% qoldi. Xudo xolasa bu ham kurs davomida yaxshi bo'lib ketadi degan. Inshaalloh. Endi mana nevropatologga borib davolanganingizda natija qanaqa bo'ldi? Bu yerda davolandim, dori qo'llar oldim, antibiotiklar oldim, boshqa nimalar oldim, igloterapiya ham qildi. Endi natija unchalik yaxshi bo'lmadi. 10 kun yotdim, 10 kun ichida o'sha oldin kelgan holatimda qanday bo'lsa, shunday holatda qaytdim. Endi deyarli natijaga erishmadingiz. 10 kun ichida. Ana bizga muolajamizga keldingiz aka. Kelganingizdan keyin nechinchi kundan boshlandi sizda o'zgarishlar? O'zgarishlar 3-kundan keyin boshlandi hisob. 3-kunda boshlandi. Ko'zlardan boshlandi. Ko'zlarimdan sekin yumilishni yaxshi yumilishni boshladi. Kelgan paytda bir ko'zingiz yumilar edi, bir ko'zingiz yumilmasdi. To'g'rimi? Hozir mana inshaalloh Xudoga shukr. Bir xilda deyarli oldingi holatingizga qaytdi Xudo xolasa. qaytyapti. Alhamdulillah, Allohga shukr. Alloh shifo bersin. Shunday bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, endi Ularga tavsiya qilaman inshaalloh. vaqt o'tkazdirmasdan imkon qadar bizga murojaat qilsanglar, Xudo xolasa juda ham foydasi yaxshi. Bunaqa falajliklarga qanday holatda kelib chiqqan bo'lsa ham Xudo xolasa muolaja qilib beramiz. Albatta kelganlaringdan keyin ko'rib, yana ham kasallarni tashxis qo'yib muolaja qilib beramiz Xudo xolasa. Rahmat aka, salomat bo'ling. Alloh shifo bersin. Rahmat sizlarga ham, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Tashkilotlar, xonadoninglarga, ishinglarga doim rivoj bersin Alloh. Rahmat aka, rahmat. Salomat bo'ling.